Assalomu alaykum aziz obunachilar va Tojikiston vinograt obunachilari. Uzumlarda audium sho'r kasalligi va zang kasalligi ko'p uchrayapti. Keyin shunga o'tib ketmagan bo'lsa, tushib endi bandi qorayib, endi non-pang urganday qilib boshlagan bo'lsa, zudlik bilan dori sepishlaringizni tavsiya etaman. Lekin dorilarda ham tavsiyasi Shveysariyanikini olsalaringiz ko'proq maqsadga muvofiq. Turistik Xitoy dorilaridan qaraganda Shveysariyani dorilari kassasi zo'r, effekti zo'r va 97-98% ular ya'ni audium kasalliklarini ham oladi. Ichida tarkibi bor. Tapas va kvadras nimalarida kvadras ham bor, tapas ham bor. Agar ikkalasini qo'shib ikkalasidan 10 grammdan 20 gramm qilib sepsalaringiz dozasini kuchaytirib, keyin yengil sepasizlar. Shunda apparatda 25 litrli apparatda yengil sepasizlar. Gektariga bo'lsa hisoblaysizlar. Gektariga 1 tonnasiga 200 gramm bo'ladi. Shuni hisoblab turib sepib chiqasizlar. Agarki bog'ingizda to'g'ri xomtoy qilmagan bo'lsangiz, yo'q xomtoyni kechiktirib olgan bo'lsangiz, yo'q xato qilgan bo'lsangiz, обязательно seping. Xorijdan kelgan navlarga ham va boshqa navlarga ham obязательно seping. Chunki siz koberni ulamagansiz. Koberda ham sho'r tushish juda katta ehtimoli bor. Panoramada 30%, ya'ni 30-40% sho'r tushish ehtimoli bor panoramada ham. Lekin audium kasalliklari tushmaydi, zang kasalligi tushmaydi. Shunisi farqi bor. Keyin buqoq tushmaydi unda. Keyin unda ko'p suvsash bo'lmaydi. Chanqab qolish bo'lmaydi unda. Shunga sizlar harakat qilingizlarki dori sepishga. Hozir kecha kunda sepingizlar, uzum pishadigan davri kelyapti. Erta pishadigan uzumlarga o'tib ketgan bo'lsa, endi tushgan bo'lsa, sepish tavsiya etiladi. Endi sepish tavsiya etiladi, chunki rang kirayotgan vaqtda endi sepsa bo'ladi. Lekin dozani baland qilib kuchaytirilishi kerak. Tez sepish kerak. Har kun bir kun ora qilib sepish kerak. Agar rang kirgan bo'lsa, unga sepishni hojati yo'q. Sho'r tushgan bo'lsa, uni sepish hojati yo'q. Chunki unda sho'r tushgan bo'ladi, audium kasalligi tushgan bo'ladi. Mevasini yeb bo'lmaydi. Iste'molga yaroqsiz uzum bo'ladi. Kelasi yildan o'sha uzumingizni lichena qilish uchun mevalarni yulib tashlaysiz. Pishgan bo'lsa ham, sho'r tushgan bo'lsa ham mevasini yulib tashlab turib, lichena qilasizda, kelasi yildan hosil olasiz. Agar uzumingiz kechroq pishadigan bo'lsa, sentyabr yoki avgust oyiga pishadigan bo'lsa, shu oyning o'ziga, iyun oyini to iyul oyini 15-gacha siz harakat qilishingiz kerak kasalni tozalashga. Hamma vaqt bee'tibor qolmasdan turib uzumlaringizni dori seping. Chunki Husaynada, Pobedada ko'p uchraydi. Keyin Pobedada ko'p uchraydigan nima, xomtoyga ko'p ochmaslik, nomiga ochadi, tepasi qalin bo'lib ketadi. O'shandan keyin kasallikni o'ziga oladi. Shira va o'rgimchaklarga titan degan dori bor. Titan sepasizlar yo silver sepasizlar yo Nurelda sepasizlar. Nurelda 15 gramm, ulardan ham 15 gramm qo'shib 25 litrli apparatda sepasizlar. Uzumingizni sifatli qilib bozorga yo o'zingizga, xonadoningizga yeyishga yo bog'qa eksport qilishga yo nima qilishga uzumingizni kimyoviy preparat ishlatib boring. Salomat bo'linglar. Tashakkur aziz obunachilar.